Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog'-salomatmisizlar? Bugun men sizlarga bolalar va shayton ruknosidagi yangi hikoyani o'qib bermoqchiman. Bugungi hikoyaning nomi Jahl chiqqanda deb nomlanadi. Bolalar va shayton 4-qism. Bugungi hikoyada siz jahl chiqqanda shayton nima deb odamlarning qulog'iga vasvasa qilishini va jahl chiqqanda qanday qilib tez jahldan tushish usulini o'rganib olasiz. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Bir kuni tushdan keyin Said, ukasi Umar va singlisi Afifa hovlida o'ynashardi. Quyosh iliq, osmon ko'm-ko'k, chug'ur-chug'ur qushlar ovozi eshitilib turar edi. Said qumdan qal'a yasayotgan edi. Umar esa kichik mashinachalarni o'ynab o'tirardi. Afifa esa ularning yonida qo'g'irchoqlari bilan xola-xola o'ynardi. Shu payt Umar bilmay Saidning qal'asiga tegib yubordi. Qal'a qulab tushdi. "Umar, nima qilding?" dedi Said jahl bilan. "Men atay qilmadim-ku", dedi Umar qo'rqib. Saidning yuzi qizarib ketdi. Jahl bilan ukasiga baqirmoqchi bo'ldi. Ana shu payt shayton Saidning qulog'iga vasvasa qila boshladi. "Ukang aybdor, baqir unga, ur, kuchingni ko'rsat", dedi. Shunday deb shayton Saidning jahlini qo'zg'amoqchi bo'ldi, lekin Said darhol shunday dedi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim". Shayton yana chalg'itolmadim bu bolani. Endi ketmasam bo'lmaydi, dedi. Umar ham yig'lab o'zini oqlay boshlayotgan edi. Afifa esa qo'rqib onasini chaqirishga ketdi. Onasi yugurib chiqdi va ikki farzandini yoniga chaqirdi. "Bolalarim, nima bo'ldi? Tinchlikmi?" deb so'radi. Said bo'lgan voqeani aytib berdi. Onasi ikkisini ham bag'riga bosib shunday dedi: "Bolajonlarim, jahl qilish shaytondan. Jahl shaytonni xursand qiladi va Allohga yoqmaydigan ish hisoblanadi. Bir hadisda shunday deyiladi: kuchli kishi kurashda raqibini yenggan emas, balki jahl paytida o'zini tiya olgan kishidir", dedi. Ular jim bo'lib qolishdi. Onasi davom etdi: "Qur'onda g'azablarini yutadigan va odamlarni kechiradiganlarni Alloh yaxshi ko'rishi haqida aytilgan. Demak, jahlimiz chiqqanda o'zimizni boshqara olaylik. Birovlarga zarar berib qo'ymaylik. Jahl chiqqanda inson turgan bo'lsa o'tirib olishi kerak. O'tirgan bo'lsa yotib olsin yoki tahorat olsin. Shunda g'azabi bosiladi", dedi. Said boshini egdi. "Meni jahlim chiqib ketdi. Meni kechir Umar, seni qo'rqitib yubordim", dedi. Umar ham ko'z yoshini artib javob qaytardi: "Men ham bilmasdan yasagan qal'angizni buzib yubordim. Kechiring akajon, yana qaytadan birga yasaymizmi?" deb so'radi. Afifa esa quvonib qarsak chaldi. "Ha, men ham yordam beraman". Onasi ham jilmayib qo'ydi. Shundan so'ng Said, Umar va Afifa jahlning zararini yaxshi tushunib oldilar. O'sha kundan boshlab ular bir-biriga jahl qilmaslikka va yana shunday holat yuz bersa, avval sokin gaplashib olishga qaror qilishdi. Shunday qilib, hovlidagi o'yin yana davom etdi. Bu safar uchovlari birlashib undan ham chiroyli qal'a qurishdi. Qadrli bolajonlar, ushbu hikoyadan chiqarishimiz kerak bo'lgan xulosa shuki, har safar jahlimiz chiqqanda jahlimizni boshqalarga ko'rsatmasligimiz, ularning ko'nglini tilimiz bilan og'ritmaslikka harakat qilishimiz kerak. Shaytonning gapiga kirmasdan vaziyatni yaxshi tomonini ko'ra olishimiz, vaziyatni o'nglashga harakat qilishimiz kerak. O'ylaymanki, bugungi hikoya sizlarga manzur bo'ldi. Keyingi hikoyalargacha sog'-salomat bo'linglar bolajonlar.